So'nggi yillarda yurtimizda baxshichilikni rivojlantirish borasida ko'plab xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa ustoz baxshilar va iqtidorli yosh baxshilarning faoliyati moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlanmoqda. Ana shunday ulug' an'analarni davom ettirish, yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Qarshi shahridagi 1-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida viloyat madaniyat boshqarmasi tashabbusi bilan O'zbekiston xalq baxshisi marhum Qodir Baxshi Rahimov xotirasiga bag'ishlangan viloyat yosh baxshilarining ko'rik tanlovi o'tkazildi. Bu tadbir viloyatda nafaqat musiqa bayrami, balki ma'naviyat va milliy merosni ulug'lashga bag'ishlangan ulkan madaniy voqea sifatida tashkil etildi. Viloyatimizning turli hududlaridan tashrif buyurgan yosh baxshilar o'z iqtidor va mahoratini namoyon etish uchun bir sahnada jam bo'lishdi. Tadbirning ochilish marosimida so'zga chiqqanlar yurtimizda baxshichilik san'atini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar haqida to'xtalib o'tishdi. Ayniqsa, milliy qadriyatlarni asrash, yosh avlodni ma'naviy jihatdan boyitish, milliy ruhda tarbiyalashda baxshichilik san'atining o'rni beqiyos ekanligi alohida ta'kidlandi. Birinchi marta 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan baxshilar o'rtasida ko'rik tanlov o'tkazyapmiz. Men bundan juda ham xursandman. Hozir bu yerga ishtirok etadigan bolajonlarning ko'zini, qalbini ko'rib va o'sha ota-bobomizdan bizga nomodiy madaniy meros bo'lgan do'mbirani bag'riga bosib turishlari meni quvontirdi. Men aminmanki, kelajakda bizni Qashqadaryodan yana ko'plar O'zbekiston xalq baxshilari chiqadi. Qashqadaryomizning o'zida 6 ta O'zbekiston xalq baxshisi bor. Agar har bittasini 10 tadan shogirdi desak, demak 60 ta xalq baxshisi bo'lishni niyat qilgan baxshi bolalarimiz bor. Ilohim shu bugungi ko'rik tanlovga kelgan farzandlarimiz ham hammasi xalq baxshisi bo'lsin. Shu elni, shu qadriyatni, shu insonni qadr-qimmatini ulug'lashdagi ajoyib bobolardan meros bo'lgan dostonlar bilan va o'zlarini yangi dostonlarni, yangi termalarni yaratishga omadlar tilayman. Ko'rik tanlov jarayoni esa haqiqiy san'at bayramiga aylandi. Sahnaga chiqqan har bir yosh baxshi o'zining betakror ijrosi, o'ziga xos uslubi va chuqur his-tuyg'ulari bilan tinglovchilar qalbidan joy olishga harakat qildi. Ularning har biri o'z hududiga xos urf-odatlar, an'analar va ijodiy maktab ruhini o'zida mujassam etgan holda chiqish qildi.